Tarixiy manbalarda ta'kidlanishicha, Navro'zning paydo bo'lishi qadimgi Zardushtiylik dinining paydo bo'lish davrlariga to'g'ri kelar ekan. Navro'z so'zi fors-tojik tilidan tarjima qilinganda yangi kun degan ma'nolarni anglatadi. Navro'zda barcha insonlargina qudratlarini unutadi. Shohlar hattoki ayrim mahbuslarning ham gunohidan o'tishgan ekan. Hurmatli yurtdoshlarimiz, shahrimiz mehmonlari, barchangizni Navro'zi olam bayrami bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Oqmoqda suvlarga to'lib, shukronalik aytdim, tinchlikni ko'rib, mustaqil diyorga bezaklar bo'lib, xush kelding bahorim, xush ko'rdik Navro'z. Navro'zda ulashing, ezgu tilaklar, axir tilak bilan kamaymaydi so'z, bahor gullaridek yashnab yuraklar. Xush kelding bahorim, xush kelding.